haqiqat ekan qadr dunyoda. Dard topilar, do'st topilmaydi. İxtiyorim qolgan Xudoda. Vaqt topilar, do'st topilmaydi. Qalovini topsang qor yog'ar. Mehr yog'ar, olqish zar yog'ar. Ko'zlarimda gohi shashqator. Yosh topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Jon topilar, do'st topilmaydi. Vaqt topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Odamlardan qochib ketaman. Alamimdan alam yutaman. Baribir ham intiq kutaman. Yov topilar, do'st topilmaydi. Odamlardan qochib ketaman. Alamimdan alam yutaman. Baribir ham intiq kutaman. Yov topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Jon topilar, do'st topilmaydi. Vaqt topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Do'st degani dardkashing bo'lsa, sening uchun tirilsa, o'lsa. Darding olay do'stim deb tursa. Jon topilar, do'st topilmaydi. She'rimga-ku qo'yarman nuqta. Ammo husning adog'i yo'qsa. Chorsham yonib kul bo'lganda ham. Yar topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Jon topilar, do'st topilmaydi. Vaqt topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Jon topilar, do'st topilmaydi. Vaqt topilar, do'st topilmaydi. Yar topilar, do'st topilmaydi. Assalomu alaykum ustoz, xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Aziz do'stlar, qadrdonlar, mahalladoshlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun biz dasturimizni seshanba oqshomini mana shunday noodatiy, o'zgacha, go'zal tarzda boshlab oldik. Mehmonimiz Qahramon Haydarov, xonanda, aktyor, dublyaj ustasi, teleboshlovchi ustozimiz. Xush ko'rdik. Qahramon aka. Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Juda ham xursandman. Taklif qilganinglar uchun assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli sozandalar. Avvalambor mahalla telekanalining barcha muxlislariga alangali salom. Hech qachon ko'z tegmasin sizlarga. Bor bo'ling. Qarang. Chaqiruvimiz. Siz tashrifingizdan juda xursand bo'ldik. Ishingiz ko'p bo'lishiga qaramasdan
dasturimizga shu oqshomda yetib kelganingiz uchun sizga alohida rahmat. Shunaqa endi hozir bilasiz-ku mana ayni tadbirlar ko'p. Albatta. Ijodkor bo'lganingizdan keyin ayni ijod gullagan paytida ishlash kerak. Ijod qilish kerak, rivojlanish kerak, o'sish kerak. Shuning uchun har bir vaqt oliy hakam deymiz, shundan foydalanamiz. To'g'ri, lekin teletomoshabinlarga sizlar orqali chiqib turish ham bu katta baxt. Albatta. Juda ham chiroyli tarona, Chorshanb Ro'ziyev muallifi, ustoz, ajoyib shoir. Faqat ularni shu kitoblarda ular ham bizga o'xshab qismatdosh ekanlar, do'st qidirib. Do'st tushunchasi Muhammad Diyor yoshingiz ulg'aygan sari juda bir muammoga aylanib boradi. Qaysi ma'noda? Muammo degani bu bir yomon tomon emas. Do'stlar saralana boshlaydi. Buni endi siz yoshsiz, sizlar ham yoshsizlar hali. Bular umuman yosh masalan, hozir hamma do'st. Bularning yoshida hamma do'st. Lekin 40, 50, 60 yoshingiz katta bo'lgan sari bilsangiz, mana bir savol berdim bir kun. Hamma har xil talqin qildi uni, shu bir xususiy kanalga chaqirishganda, maktab paytida 30 ta, institutda 10 ta, 60 dan keyin bitta dedim, hech kim topa olmadi. Men do'st haqida gapirdim. Do'st haqiqatan ham javob. Do'st haqida gapirdim. O'shaning uchun do'st tushunchasi shaxsan men uchun juda bir qiyin, javob bera olmayman. Ko'pincha do'stlaringiz ko'pmi deydi. Og'ayni bor, ulfat, qadrdoningiz bor, do'st boshqacha bo'ladi. Do'st men uchun, men o'ylaymanki, ota-ona bo'lsa kerak. Boshqa og'ir kuningizda, masalan, dardmand bo'lganingizda hech qaysi do'stingiz kelib boshingizda o'tirib sizni bir yelpib o'tirmaydi, boshqa qilmaydi. Hammaning o'zining tashvishi bor, to'g'ri tushunish kerak. Shuning uchun eng yaqin do'st bu ota-ona, oila. Albatta, bir kitobda juda ham ommalashdi-ku, men do'stlarim asalariga o'xshaydi deydi. Men gullab turganimda ular doimo yonimda deydi, lekin so'lib qolganimda deydi, omad ozgina tark etganda ular ham yo'q deydi. Gapingizga bir bog'lama qilmoqchiman. Asalarini ham bir yaxshi o'xshatish borda. 200 amachi insonlarni ham asalariga o'xshatishadi. Og'zida bol bo'ladi, lekin dishi ham bo'ladi ortida deyshadi. Haqiqatan. Shuning uchun har xil talqin qilish mumkin buni. Albatta. Lekin bugungi kunning eng dolzarb mavzusi. Boshlovchi dedik, aktyor dedik, xonanda dedik. O'zi qaysi faoliyatni birinchi boshlagansiz? Men maktab paytimdan Sozanda bo'lganman, pianist bo'lganman. 7 ta sinf fortepianoni bitirdim, keyin garmoniyani bitirdim. Xullas, ijodiy yo'nalishda nimaiki kerak bo'lsa, ko'piga qo'l urdim, doiraga borganman. Faqat shu rubob tor chala olmaganimga bir xilda afsuslanib ketaman. Yaxshi ko'rardim, endi balkim o'rgansam bo'lar vaqt bo'lsa. Lekin birinchi boshlovchilik, xonandalik shu ikkalasi birdan boshlanganmanda. Dublyaj sohasi sal kechroq kirib kelganman. Kechroqqa ham bunday qarasam 25 yil bo'libdi. O'sha sal kechroq kirganman, qolgani lekin juda vaqtli boshlangan. Chunki insonning yuragida bor narsa baribir borib chiqib kelar ekan. Bir paytlar Muhammad Diyor bizda shunaqa iymanish bo'lardi. Mana hozir siz faqat boshlovchimisiz? Ha. Yo qo'shiq ham aytasizmi? Boshlovchi. Hozircha. Men azaldan serqirra ijodkor bo'lganman. Xonanda, teleboshlovchi, dublyaj aktyori, lekin ko'pincha qo'yinglar, hammasini aytmanglar, serqirra ijodkor deb qo'yinglar desam, hozir lekin bu aslida aytish kerak ekan inson. Nimagaki boshqa masalan davlat telekanallarida ijodkorlarni kuzatsangiz, o'sha Yevropa bo'ladimi, boshqa mamlakatlarmi? O'zingiz o'ylang, mana ham qo'shiq aytadi, ham rejissyor, ham aktyor, ham kino ham oladi. Bitta shaxsni o'zi, bilasizda, Gollivudda masalan. Qani ularga hech kim ish demayapti. Qo'lingdan kelyaptimi, qilish kerak. Qil. Ha. Qandayni ur deydi-yu, qilish kerak, lekin bundan uyalish kerak emas ekan. Chunki imkoniyat berildimi senga, shu saniki. Qilsang, qadam tashlasang yutding, tashlamasang yutqizding. Albatta, dublyaj studiyasiga kirish oson emas. Dublyaj aktyori bo'lish oson emas. Buni juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz biladi. Lekin bizning o'zbek dublyajı juda ham bir ajoyib, jozibador. Hali kinochalik yerga urilib ketgani yo'q, lekin dublyaj juda ham bir chiroyli, o'ziga yarasha. Keling qahramon aka 25 yil ortga bir qarab qo'yaylik-da. Birinchi personaj siz ovoz bergan. Men bilasizmi, o'zi Allohga shukr shu omadli insonman. Chunki birinchi ustozlarim ham kuchli bo'lgan Shuhrat Qayumov, Rahmatulloh Mirzayev, birinchi shu insonlar bilan qadam boshlaganmiz. Mirzohid aka, Rahimovlar shu diktor bo'lib, shu O'zbekiston telekanali 2000-yilda.
Va agar dublyaj sohasini aytyapsiz, birinchi rolim ham aynan Silvestr Stallonega ovoz berganman. Birinchisida. Hech kimda bo'lmagan ekan bunaqa. Odamlar kelgan, kichkina epizodlarga ovoz berishgan, lekin meni birinchi rolim Oskar degan kinoda. To'g'ri, endi hozir ko'rsam kulib o'tiraman. Yoshlik deyman. Uncha o'xshata olmaganmiz. Chunki hamma ham birdaniga olim bo'lmaydi-yu, professor bo'lmaydi-yu. Lekin baribir yoqimli hislar, o'sha birinchi kinoim Oskar kinosi, Silvestr Stallone O'zbekiston telekanalida ovoz berganman. Undan keyin Bahodir Qosimov ustozimiz Yoshlar kanaliga taklif qildilar, o'tda seriallarga tushib ketdim. Menda bir odat bor, bolalarimga ham aytaman, o'g'illarimga, farzandlarimga, o'g'illarim menga o'xshagan ilm olish tez ilm olish ham san'at, bilasizmi? O'qish boshqa. Millionta kitob o'qib, agar o'quvingiz bo'lmasa, u juda qiyin. Albatta. Amaliyot deganida, masalan, amalda agar tez ola olmasangiz qiyin. Men tez o'rgandim dublyajni va mana hozir bugungi kunda Allohga shukr ustoz deyishadi. Shogirdlarimiz bor, 30 ta, 40 ta. O'zimiz maktabchamiz bor, shu dublyaj maktabi. Ozmi, ko'pmi, qo'ldan kelgancha Xudoga shukr o'rgatamiz. Chunki meni bitta odatim bor. Bir xil aytadi, ustozlar 30 tasini bilsa, 10 tasini o'rgatib, 20 tasini ushlab turadi. Men aytaman, "Ey, nima qopingga solib olib ketasanmi? Sen xohlasang, xohlamasang bu boshqasidan o'rganadi. Undan ko'ra sendan o'rgansin." To'g'rimi? To'g'ri. Shunaqa meni shiorim shunaqa. Borimni beraman, o'rgataman. Bo'ldi, tamom. 30 bitta qilib. 30 bitta qilib o'rgatamiz. O'ziga zapasi bilan. Haqiqatan. Shu dublyaj bergan qahramoningizni ismi bilan chaqirishganmi sizni? Shunaqa holatlar ham bo'lganmi? Ha, juda ko'p bo'ladi, juda ko'p. Mana hozirgi mana shu ayni 2 yillikda meni hamma ko'proq Mematsi deyishadi, qahramon aka deyishmaydi. Ayniqsa vohalga chiqib qolsak, "O, Mematsi bash keldi, akam keldi." Chunki men bu Qashqarlar makoni juda ommalashib ketdi. Aynan shu oxirgi 300 ta Pusu serialida bilmadim endi, balkim shu to'g'ri yaxshi tushdikmi, o'zlari ham kelishdi, xabaringiz bo'lsa kerak, O'zbekistonga birga suhbat qildik. O'zi ham xursand bo'ldi. Endi iloji boricha qo'ldan kelgancha ishlaymiz, harakat qilamiz. Men bilasizmi? Shunaqa deyman. Menga shogirdlarimga aytaman, menga go'zal ovozingiz kerak emas. Kelib ani chiroyli gapirmang meni yonimda. Ani dublyajga oladi deb yo'q. Menga deyman, yuragingiz ishlasin, xarakterini bering bo'ldi. Ko'p dublyaj aktyorlarini bilsangiz, xarakterini kim ochib bera olsa, o'sha aktyor zo'r hisoblanadi. Bu ovoz hammada bor. Albatta. Ishlatish qiyin uni. To'g'ri, joyiga qo'yib, ha? To'g'ri. Shunaqa. Lekin qahramon aka keling, mana shu o'rinda Mematini esladik. O'zbekistonda mehmon ham bo'ldi. O'zi eshitib, O'zbekistonda yangragan ovozini eshitib hayron ham qolgandi. Ayniqsa o'sha kelganda o'ziga aytib berdim. Men seni gulim demayman. Chunki gullarning umri qisqa bo'ladi desam, nahotki shu manman dedi. Chunki ani ko'pchilik bilasizmi, biz O'zbekistonda uni qahramon Haydarovning ovozi bilan tanishgan, yaxshi ko'rishadi. Albatta. O'zini ovozi yumshoqroq. Ha. Ben seni gulim demasman. Mana shunaqa yumshoq ovoz. Ammo uni endi haqiqiy o'sha chapani qilib ovoz berganmiz, lekin ko'z tegmasin, xalqimizga yoqqandir. Shundan xursandman juda ham. Albatta. U qalblariga kirib borgani uchun sizni bugun Memati deb chaqirishayotganligi. Balkim. Sizga bu hech qanday odatiy, noodatiy tuyulmaydimi? Biroz g'alati tuyulmaydimi? Xursand bo'lasizmi? Ha, bilasizmi, masalan, biz endi u yoshda emasmiz. Masalan, negativlar ham bo'ladi. Kimlardir yozadi negativ. Men aytaman, negativ yozgan odam sizni esladimi? Demak, siz oldindasiz. Albatta. Negativ bo'ladimi? Mana eshitib olinglar. Meni necha million odam ko'rsa ham, masalan, negativ yozishsa ham men hech qachon javob bermayman. Bir xilda javob berish mumkin, umringiz uzoq bo'lsin. Qanday yaxshisiz deb qo'yaman bo'ldi. Yetadi shu gap o'zi. Chunki sizni u qandaydir bir negativ bilan eslayaptimi, demak, ozgina g'ash kelgan bo'ladi, demak, siz yaxshi ishlagan bo'lasiz-da. Albatta. Shuning uchun iloji bo'lsa o'rtoqlar, avvalambor hech kim bir-birini yomon ko'rmasin. Chunki o'zi hayot bir marta beriladi. Inson bir-birini yaxshi ko'rib yashash kerak. Bor. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu to'g'ri yo'naltirilgan gaplar. Qahramon aka, dublyaj studiyasida ishlash sizga zavqlimi yo yangi qo'shiq tayyorlash? Ikkalasi ham. Ikkalasi. Men yo'nalishlarimni hech qachon bir-biridan kamsitmayman. Hammasi meni bolalarim, farzandlarim deyman. Chunki sayqallab katta qilganmiz. Qo'shiqchilik o'z yo'liga, dublyaj endi u hayot. Dublyaj boshqa hayot. Chunki
dublyajda ishlagan aktyor kuchli bo'ladi. Nima uchun bilasizmi? Har safar mana men ertaga sizga ovoz bersam, sizni xarakteringizni olaman. Bunga ovoz bersam, buni xarakteri. Men shu paytgacha aytaylik 10 ming, 20 ming odamga ovoz bergan bo'lsam, hammasi bilan men o'sha kinoning ichida yashaganman. Demak, men shularni ozgina bo'lsa ham bittadan ularni qanaqadir izyuminkasi deydi-ku, nozik joylari bo'ladi, ishlatadi. Shuni olsangiz ham bu sizga qancha bagaj bo'ladi. Albatta. Shuning uchun dublyaj san'ati bu juda chuqur, o'tkir san'at. Albatta, haqiqatan tahsinga loyiq. Bizning o'zbek dublyajida eng asosiysi biz maza qilamiz. Nimasini aytasiz deydi. Lekin Qahramon aka mana shu o'rinda shu ikkita bolangizni bir xursand qilsangiz hozir. Ikkita bolami? Ha. Ha. Maza qilib Qaysi ijod bolani? qilgan ikkita bolangizni hozir mana shu sahnada turib. Qo'shiq-a? Qo'shiq albatta. Raqs sizlardan bo'ladi. Albatta. Marhamat, Qahramon Haydarov kuylaydilar. Ko'ksingizda urgan yurak meniki, ko'zingizda kulgan chechak meniki, ishq degan ilohiy tilak meniki, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Ko'ksingizda urgan yurak meniki, ko'zingizda kulgan chechak meniki, ishq degan ilohiy tilak meniki, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Men kabi, jonim men kabi, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Men kabi, jonim men kabi, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Qismat ko'p sinadi g'am qayrog'ida, sizni uchratdim men ehson chog'ida, ko'nglim ko'nglingizni yashil bog'ida, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Qismat ko'p sinadi g'am qayrog'ida, sizni uchratdim men ehson chog'ida, ko'nglim ko'nglingizni yashil bog'ida, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Men kabi, jonim men kabi, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Men kabi, jonim men kabi, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Shu dilga endi bandaman, bir lahza ko'rmasam parokandaman, ming shukr ishlagan shul vatandaman, jonim sizni sevolmaslar men kabi. To abad shu dilga endi bandaman, bir lahza ko'rmasam parokandaman, ming shukr ishlagan shul vatandaman, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Men kabi, jonim men kabi, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Men kabi, jonim men kabi, jonim sizni sevolmaslar men kabi. Qahramon aka bor bo'ling. 99-2000-yillarda Belarusiyada xalqaro ko'rik tanlov bo'lgan, juda ham katta, 21 ta davlatdan ishtirok etganda men o'sha konkursda eng yaxshi ovoz sohibi nominatsiyasida
oliy o'rinni olganman. 6-shlager ko'rik-tanlovda o'sha yerda menga nasib qilgan Yuriy Antonov, Ricardo Foli, Lyudmila Zikina, Vaqtanki Kabidze, bu bilasizmi, biz uchun ertak, biz uchun ular afsona. Shu insonlar bilan ko'rishib, aynan tadbir tugagandan keyin katta restoranda endi biz talabalar, o'quvchilarga kecha uyushtirganda, o'sha yerda mehmondorchilik bo'lganda, men chiqib sahnada ashlayotganimda u тебя очень хороший bariton degan. Lekin mana shu o'rinda, mana shu Vaqtanki Kabidze va shu qatori shlager taronalarni ham muxlisi, ular kabi mana shunday shiddat bilan ular ham ularga havas qilib ijodni boshlagan ijodkorimiz bor. Agar ruxsat bersangiz, mana shu ijodkorni taklif etsakda, keyin sizga ruxsat beramiz. Shoshmaysiz qahramonaga, shoshmaysiz. Bilamiz, ishingiz ko'p. Ustoz ijodkor, shovvoz, xonanda Xursand Sherovni studiyamizga taklif etamiz. Keling Xursand aka, assalomu alaykum. Gahi shodlik, gahi qayg'u, ajab dunyo ekan do'stlar. Bu bir boshdan necha g'avg'o, necha savdo ekan do'stlar. Sharmi qaynamay odam tiriklikning qozonidan, sharmi qaynamay odam tiriklikning qozonidan. Sinovda kim muzaffardir, o'shal dono ekan do'stlar. Sinovda kim muzaffardir, o'shal dono ekan do'stlar. Hayot ustod bo'lib doim meni ko'p imtihon etgay. Uning har bir sabog'idan necha ma'no ekan do'stlar. Dilimda qancha dog' qoldi, muhabbatdan ashnasidirman. Agarchi ishq ado bo'lmas, azim daryo ekan do'stlar. Agarchi ishq ado bo'lmas, azim daryo ekan do'stlar. Safarlar zavqiga oshiq, necha ellarni kezdim men. Axir bildim aziz yurtlardan a'lo ekan do'stlar. Hamisha kuylagay nosir diyor yorning vasfin. Hamisha kuylagay nosir diyor
ularni ishqi yurakda mudom tanho ekan do'stlar. Gahi shodlik, gahi qayg'u, ajab dunyo ekan do'stlar. Ajab dunyo ekan do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nafaqat yaxshi taronalar, ijodlari bilan, balki nomlarida kayfiyatni belgilab turadigan Xursand Sherov bugun studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Keling, marhamat. Oqshom xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum yigitlar, hormaylar, yaxshimisizlar? Xursand aka qarang, juda ham chiroyli. Mana hamma studiyadagilar bilan ko'rishib bo'ldingiz. Endi muxlislaringiz bilan ham salomlashib olishingiz mumkin. Mana shu kameralarga qarang. Avvalambor taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli teleekran orqali bizni ko'rib turgan teletomoshabin do'stlar va muxlislar, hammalaringizni mahalla teleko'rsatuvida uchrashganimdan bag'oyat xursandman. Ana, bor bo'ling. Mahalla telekanalida oqshomlar ko'rsatuvida sizni xush ko'rdik. Rahmat. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Xursand aka, Rahmat. albatta. Ustoz ijodkorni chiroyli ijodlari bilan yaxshi taniydiganlar va shu bilan bir qatorda yana bir o'zlariga yarasha bir ajoyib e'tirof aytsak bo'ladi. Ekoturizm targ'ibotchisilar. Haqiqatdan ham O'zbekistonda birinchilardan ijodkor hamda velosportchi. Xursand aka, bor bo'ling. Rahmat. Safardan qachon qaytdingiz? Safardan 5 oy oralig'ida qaytib keldim. Ya'ni boshidan gapirib bersam bo'ladimi? Bajon. Har bir tanlagan yurishlarim avvalambor yurtboshimizda o'sha bizni yoshlarimizga, ya'ni sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish. Ikkinchidan, men san'atkor bo'lganligim uchun o'zbek xalqimizni milliy san'atini targ'ibot qilaman. Uchinchidan, o'sha sportga bo'lgan maqsad hamisha sog'lom turmush tarzini kelajak avlodga. Vaholanki, hozirgi kunda uchinchi o'sha aytmoqchi bo'lgan vazifam turizmni targ'ibot qilaman. Shuning uchun haligi velosportda uchlik bor. Ha. Ya'ni yugurish, suzish va velosiped bilan o'sha marraga yetib olish. Bu triatlon deyiladi. Shuning uchun meni olib boradigan oliy maqsadim shu uchlik: san'at, sport hamda turizm. Albatta, juda ham tahsinga loyiq. Mart oyida chiqib ketgan edim, mana shu yilni. O'sha mart oyida chiqib, avgust yozini avgust oyida qaytib keldim. Bu 5 oy oralig'ida. Ya'ni ketganimda O'zbekistonimizda 20-25 iliq boshlangan bo'lsa, quyosh chiqib, Qozog'iston hududida yomg'ir, qor va shuningdek o'sha Eid Ramazon kunlari ketganman. 10 kun O'zbekistonda, 20 kun Qozog'iston cho'llarida hamda o'zimni sinab ko'rganman. Ha. Qani roza tutib ham shu masofalarni bosib o'tamanmi yo'qmi? Bosib o'tdim. Oxirgi manzilim, ya'ni o'sha Moskvada bo'lib, xotira va qadrlash kuniga yetib bordim, qatnashdim, qo'shiqlar etdim, ko'p joylarda kutib olgan joylarda o'sha shu uchlikni targ'ibot qildim. Vaholanki o'sha eng oxirgi nuqtai nazardan olib qaraganingizda yer sharini shimol tomoniga bordim. O'tgan yil sharq tomoniga bordim, Mongoliya, Ulan-Bator tomonidan o'tib Sibir orqali Vladivostok yer sharini, Rossiyani u burchagidan bu burchagiga borib qaytib keldim. Mana shu oralig'da, mana bu yilgi oralig'da 5 oy ichida yana borib, yana o'z velosiped bilan qaytib keldim. Yana Mana shu. haqiqatdan ham juda ham qarang, ishtiyoqmandlik borda va sportga bo'lgan. Qahramon akam shu velosipedingizni olib ketdilar. Nega aytmoqchimanki, Qahramon Haydar nega studiyamizda tark etdilar deganlar uchun Qahramon akamiz haqiqatdan ham mana shu fursatlarda, mana shu oqshomda ozgina zarur ishlar bor ekan. Shuning uchun bizni muxlislardan, qadrdonlardan uzr so'rab qo'ying dedilar. Shuning uchun ular hozir topshiriqlar ekan va shu topshiriqlar bo'yicha ular studiyamizni tark etdilar. Lekin chiroyli qo'shiqlarni tinglab olishga ulgurdik. Endi oqshom davomini siz bilan davom ettiramiz, Xursand aka. Rahmat. Haqiqatdan ham juda ham miriqib, qarang, san'at bilan sportni hamohanglashtira oldingiz va bu ibrat bo'la oldi ko'pchilikka. Hozir qarang, velosipedda uzoq masofalarga borish, aytaylik, ko'pchilikda bizda urf bo'lyapti O'zbekistonda endi.
Lekin bularni eng avvalo birinchilardan sizsiz. Man endi siz bilan mana hozir siz muloqotga boryapsiz, juda menga haligi nima beryapsiz sizlar, haligi tezlik mana quvonch bilan, xursandchilik bilan gapirib menga madad beryapsiz. Sport xuddi shunaqa narsa. Sport bu yoshlik. Ya'ni filosof, Grek Yunon filosofi Aristotelning bir so'zi bor. Harakat bu sog'lik demakdir. Sog'lik esa harakatdan iboratdir. Bunga sabab bo'lgan o'sha sog'ligini tufayli sog'lom bo'lganimdan keyin men velosipedga o'tirganman. Bu oralig'da 10 yil o'tibdi. 13-yilda velosipedga o'tirgan bo'lsam, O'zbekiston 3 marotaba aylanib chiqqanman. Hech joy qolmagan. Keyin O'zbekistondan tashqariga chiqim keldida, shu Qozog'istonni aylanib chiqdim, Qirg'izistonni aylanib chiqdim. 16-yil Buyuk Ipak yo'lini Xitoydan Turkiyagacha bordim. Ana haqiqiy. Endi butun O'rta Osiyo, Yevropani aylanib, oliy maqsadim esingizda bor. O'zbekiston qahramoni xalq shoirimiz Abdulla aka Oripovning bir she'ri to'rtliklari bor. Qalumda bor, alamim mening. O'zbekiston vatanim mening. Ana shu she'rdagi ko'pchilik mendan so'rashadi, xursand aka, shu Amerika, Kanadani ham zabt etib kelsangiz juda yaxshi bo'lardi. Men transportdan foydalanmayman. Samolyot yoki avtobus, poyezd. Faqat velosipedda borib va kuchimni sinashda sog'ligimga qarayman. Agar men juda ham o'zimni yaxshi sezsam, orqaga qaytishda ham velosipedda qaytaman. Chunki 23-yildan boshlandi bu narsa. O'zi 15-yil eng uzoq masofa. Toshkentdan chiqib 48 kunda u mahalda nimalarim yo'q edi. Mana o'sha putешествие, haligi sayohat qilish, velosipeddagi anjomlar, kerakli narsalarni bilmaganman. Sportsmen bo'lib ketganman. 48 kunda borib 15-yil Moskvada o'sha Muslim Magamayev, o'zim san'atkor bo'lganligi uchun sevgan san'atkorim, o'sha Muslim Magamayevning xotirasini e'zozlab haykali ochilishida 2015-yil 3,5 kilometr 48 kunda bosib borganman. Как sportsmen bo'lib. Qorlar yoqqan, yiqilganmiz. Ana endi bora-bora 10 yil ichida men endi o'zimga juda ishonch bilan ketaman va endi uzoqqa borib va qaytib kelish rejalarini ham tuzib qo'ydim. Mana 23-yil Kavkazni aylanib borib qaytib keldim. Mana 24-yil Toshkentdan Qozog'iston o'lkasi, Sibir o'lkasi, Mongoliya, Mo'g'uliston, Vladivostokka, Yaponiyaga o'tmoqchi edim, qo'yishmadi endi. Qonun qoidalar bor va orqaga qaytdim 12,000 kilometr. Mana bu yil ham 10,5 kilometr bosib keldim, borib qaytish. Demak, bu yilgi 2025-yil reja tugadi. Shundaymi? Yo'q. Agar menga yana bu o'zicha bo'lmaydi. Bu hammasi oliy maqsadli. To'g'ri. Oliy maqsad degan narsa bor. Oldimga qo'yilgan maqsadga erishish uchun va berilgan topshiriq, ya'ni do'stlik rishtalarini bog'lashda men ko'pincha shu san'atim bilan xalqlar do'stligi oralig'idagi mana prezidentlarimiz bizga mehmon bo'lib kelishadi, biznikilar u tomonga. O'shanda xuddi mana badiiy jamoalar ketishadi-yu. Men velosipedda ketaman, velosipedda kostyum-shimlar, hamma narsa to'la, qishki kiyimlar, yozgi kiyimlar, hamma narsa 50 dan ortiq 60 kilogramm yukda borib qaytib ham keldim. Ammo bu oralig'da o'zingiz o'ylang. Masalan, bir tadbirga ketayotgan bo'lsam, meni kuzatuvchilar bo'ladi. Shuning uchun bu harakatdan to'xtamaslik nimasini qildim. Mana oralig'da, endi qish oralig'ida shunda ham to'xtamayman. Ertalab azondan yoshlarga o'rnak bo'lishimiz kerak endi. Yoshlar bizni ko'rib, to'xtang, men ham siz bilan yugurmoqchiman deyishadi. Mayli deyman. Velosipedda haydashmoqchi bo'lishadi. Toqqa borib kelish kerak, Chorvoqqa borib kelaman. Mana yashirish hojati yo'q. Hozir sizni ko'rsatuvingizdan keyin men qaytga boraman, bilasizmi? Qayerga boraman? 300 kilometr bosib kelaman. Yana. Toshkentdan chiqib Qozog'istonga Shimkentda kutishyapti. Shimkentdan Taraz Ipak yo'lini eshiklari degan Taraz shahriga borib qaytib kelaman. 600 kilometr bo'ladi. Ana. Samarqandga borib kelish. Sabab shu harakatdan to'xtamaslik. Chunki uje inson tanasi butun vujudi bilan, mana ukalarim sozlar chalishyapti, juda menga yoqdi. Rahmat ukajonlarim, yoshliklarimni esladim, radioda ishlagan paytlarimni. Ammo velosiped endi meni nimam bo'lib qoldi. Chunki velosipedsiz tasavvur qila olmayman. Velosiped haydamasam, tana va a'zolarim og'riy boshlaydi. Doktorlarga, shifokorlarga murojaat qilmayman. Shifokorim 2 g'ildirakli xumoq qush deb ataladi. Ana. Hep bor bo'ling. Ustoz, shu repertuaringizda Otaxonlar nomli taronangiz bor.
ruxsat bersangiz bir eshitsak sizdan shu taronani. Rahmat sizga. Bu qo'shiq 1989-yil ilk bora O'zbekiston radiosiga badiiy jamoalarga shu qo'shiq bilan, ikki qo'shiq bilan kirganman. Mana shu hozirgina Ajab dunyo ekan do'stlar qo'shig'i va Otaxonlar qo'shig'i, Habibiy nomli g'azali o'zim bastalagan. Marhamat ukalarim. Qani marhamat, otaxonlar. Marhamat. Ko'hna jahon bog'ida bog'bon otaxonlar, insonlar aro eng ulug' inson otaxonlar. Bu ko'hna jahon bog'ida bog'bon otaxonlar, insonlar aro eng ulug' inson otaxonlar. Zo'r tarbiyachi bilimdon otaxonlar, ey bir-biriga yoru qadrdon otaxonlar. Yo'q sizda g'am-u hasratu armon otaxonlar. Bo'lganda aziz yoshlar ila hamdamu yo'ldosh, axloq-u odob o'rgatib ish uzra bo'lib bosh, mehnatkash elim birla bo'lib qavmu qarindosh. Qilgansiz og'ir ishlar uzra toqatu bardosh, ey bir-biriga yoru qadrdon otaxonlar. Yo'q sizda g'am-u hasratu armon otaxonlar. Qizil yuz birlasiz bir badavlat, yuzlarda kulib mavjuradir dildagi g'ayrat. Qilg'ay o'g'li qizlaringiz zavq ila xizmat, har millatu har yerda qilur izzatu hurmat. Bir-biriga yoru qadrdon otaxonlar. Yo'q sizda g'am-u hasratu armon otaxonlar. Mehnatda o'g'il qizlaringiz erkilib ozod, har birlari o'z fazlida bir she'r urib farhod. Ilmu hunari o'zdi qilib yangilik ijod, sizlardan ulug' sayr toza bu avlod. Mehnatlaringiz hosili rohat mana endi, ko'rdingiz ulug' baxtu saodat mana endi. Umr ichra habibida halovat mana endi. Yuzlarga kiring sog'u salomat mana endi. Ey bir
sizlarga yor qadrdon otaxonlar. Yo'q sizda g'amu hasratu armon otaxonlar. Yo'q sizda g'amu hasratu armon otaxonlar. Olmaning nozikligidan ko'rinar har donasi, bargiga shabnam tushibdir biz aning devonasi. Olmaning nozikligidan ko'rinar har donasi, bargiga shabnam tushibdir biz aning devonasi. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qanim, ko'zlaring shahlo etim, buncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib muncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib muncha kuydirasan meni. Ko'chadan o'tib boraman, ko'zlarim senda mudom, qayrilib bir qaramaysan, peshonam muncha yomon. Ko'chadan o'tib boraman, ko'zlarim senda mudom, qayrilib bir qaramaysan, peshonam muncha yomon. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qanim, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib muncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Otib oldim seni, tilla jamalagin qanim, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Olma otib oldim seni, tilla jamalagin qani, ko'zlaring shahlo etib buncha kuydirasan meni. Xursand aka, bor bo'ling. Xursand qilib yubordingiz Nigoraxonni, sog' bo'ling. Keling. Juda ham ajoyib Xursand aka. Voy ukajonim. Shifokorga bormaganingizga qancha bo'ldi, desa olasizmi? Mana yetib beraman. Qani aytingchi? 2000-yilda o'sha O'zbekiston teleradio kompaniyasida ishlagan paytlarim, badiiy jamoalarda ishlaganman. Endi O'zbekiston Respublikamiz bormagan joylarimiz qolmagan, bilasiz, endi badiiy jamoada xor jamoasidan boshlagan bo'lsam, keyin suxandonlik, ham konferansura, konsert dasturini ochaman, keyin qo'shiqlar aytardik. Ana undan keyin oxirgi o'sha ijodlarim estrada, milliy estrada simfonik orkestrida hurmatli ustoz san'atkorimiz, musiqashunos hurmatli Alisher Ikromov bilan birgalikda ijod qilib, barcha jamoalar bilan O'zbekiston Respublikamizning barcha joylarida gastrollarda bo'lganman. Ana endi qarang, 2000-yilda menga talab tushdi. Men o'sha paytlarda xalqlar do'stligi deganda O'zbekiston va Hindiston
do'stligi jamiyati qoshida ham ijod qilardim. O'sha paytlarda shodlik ansambli bo'lardi, Dilafroz Jaborovalar, opalarim, ustozlarim. O'sha paytda O'zbekiston sport vaziri hurmatli Bahodir aka Maqsidov meni taklif qilib, Xursandjon, sizda do'stlik rishtalarini bog'laydigan ko'p qo'shiqlar bor. Ayniqsa har bir millat vakillarining qo'shiqlarini ijro qilasiz. Shu oralig'ida taniqli san'atkorlar Mirzo Xolmedov, Shuhratjon, Valijonlar yoshliklari bor. O'shanda Turkiston saroyida ilk bora hisobot, ya'ni konsertimni taqdim etganman. Ya'ni kelajakda sizga haligi unvonlar tavsiya qilishadi, shunga siz hisobot konsertingizni berasiz deganda xalqaro do'stligiga konsert berganman. Ana o'shanda konsert dasturini olib borayotgan paytimda ozginagina yuragim hazillashadi deysizmi hozircha. Shu xursandchilik paytida gapirgani. 2005-yilda o'shanda yuragidan, ya'ni shifokorlarga murojaat qilsam, shifokorlarning aytishicha, meni o'sha yurak ishi miyasiga chalg'ingan ekanman. Ammo men haligi nima desam bo'ladi? Tushkunlikka tushmadingiz. Tushkunlikka tushmadim. Ana. Menga tavsiya qilishdi. Endi 5-chi o'sha shifokorni oxirgi o'sha Moskvaga borganimda menga aytdiki, "Sen yosh bolaga o'xshab velosiped bilan shug'ullanasan" dedi. Sport bilan shug'ullanasan. Mana o'sha 2000-yildan beri mana 10 yil o'tgan bo'lsa, masalan, u tomondan 5 yil, 25 yil oralig'ida men sog'ligimni tiklab, 10 yil oralig'ida mana yer shari agar 44 ming gradusda aylanma sharimiz nima bo'lsa, ikkinchi ekvator boshladim. Ikkinchi ekvator deganda endi faqat shu borib kelish bilan kilometr ko'payadi. Ana shundan beri men shifokorlarga murojaat qilganim, murojaat qilaman. Bilasizmi qaymaqal? Qanday? Uzoqqa Hazırlash uchun deng. Yo'q, safarga chiqayotganda обязательно haligi ko'rikdan o'tib olasiz. Ko'rikdan o'tish kerak, velosipedni to'liq tekshirish kerak, texnik remontlar ustalarga o'rsataman. Ana undan keyin butun kerakli narsalarni olaman va oxirgi borib shifokorimga murojaat qilaman. Shifokorim shunda ko'rib, Xursand Sherif, olg'a yuragingiz motor deb aytadi. O'z joyida borib qaytib ham kelsangiz bo'ladi dedi. Mana 3-bor qaytib kelyapman, borib qaytib kelyapman. Shundan beri ko'z tegmasin shifokorlarga murojaat qilaman. Shifokorlarni sinab ko'rasiz har Ammo safar. shifokorlar haqida qo'shiq yozganman hurmat bilan. Shirin jonga berar orom, shifokorim shifoyingiz. Biror bemor tuzalganda ochilgaydir chiroyingiz. Mabodo men azob cheksam, dilu dildan achinigaysiz. Ko'ngillar sog'ligin istar shifokorim shifoyingiz. Mana shifokorlar. Bor bo'ling-e. Bu qizimiz ham o'zi shifokor aslida. Ha? Ko'z shifokor. Ey yashang. Hazırlashamiz. Endi Xursand aka sizdan ham bir chiroyli taronalar tinglaylik. Bir juz bo'lsa, nur ustiga nur. Xo'p. Sizning muxlislaringiz Qo'shiq. albatta. Onajonlarimni aytib beraymi? Aytib berasizmi onajonlar uchun? Onajonlarim bor. Keyin vatan haqida sho'ro qo'shiq bor. Sevgi muhabbat haqida mohimmanim bor. Qaysi birini? Keling onajonlar bilan mohimmanni tinglaymiz. Vatanni oxirga olib qo'yamiz. Xo'p. Finalga. Qani marhamat, Xursand Sherif kuylaydilar. bo'ladi. Xo'p. Orzularim osmonida siz, ko'nglimning gul bo'stonida siz, qo'shiq bo'ylar makonida siz. Onajonlarim, mehribonlarim, qo'shiq bo'ylar makonida siz. Onajonlarim, mehribonlarim, so'zlaringiz shirin ko'rmana, har bir ishda siz oqildona, ezgulikda doim oshna.
onajonlarim, mehribonlarim, ezgulikda doim oshna. Onajonlarim, mehribonlarim, asli sizdan boshlanar dunyo, siz dillarda porlagan ziyo, ko'zlaringiz ilohiy daryo. Onajonlarim, mehribonlarim, ko'zlaringiz ilohiy daryo. Onajonlarim, mehribonlarim, farzandlarga suyib qaraysiz, oppoq yuk, oppoq taraysiz. Qunasalar qunab yayraysiz, onajonlarim, mehribonlarim, tilagingiz yaxshilik faqat sizda bisyor sabru qanoat. Oyog'ingiz ostida jannat. Onajonlarim, mehribonlarim, oyog'ingiz ostida jannat. Onajonlarim, mehribonlarim, jannat eshiklari onalar oyog'i ostidadir. Oqar suvday umrim menim oqib o'tdi, ne yomonlar bag'rimda o't yoqib o'tdi. Oqar suvday umrim menim oqib o'tdi, ne yomonlar bag'rimda o't yoqib o'tdi. Gahi bilding, gaho bilmading, ohim menim. Yo'q bilding, gaho bilmading, ohim menim. Bir kechalik tush bo'ldimi, baxt deganim uchib ketgan qush bo'ldimi? Quvonchlarim bir kechalik tush bo'ldimi, baxt deganim uchib ketgan qush bo'ldimi? Gahi bilding, gaho bilmading, ohim menim. Yo'q bilding, gaho bilmading,
suvday umrim menim akıp o'tdi. Ne yamonlar bag'rimda o't yoqib o'tdi. Oqar suvday umrim menim akıp o'tdi. Ne yamonlar bag'rimda o't yoqib o'tdi. Gahi bilding gaha bilmading. Ahım menim ya bilding gaha bilmading. Ahım menim Rahmat. Qarang, bunaqa qo'shiqlar ham yoqadimi? Ha? Juda ham chiroyli. Nafaqat bizga, balki siz eshituvchilar, Yashang. tomoshabinlar bizni Shifokor tinglab qizimiz, ko'rib turganlar, ha? shifokor qizimiz ham mazza qilib Ha, o'yinga rastga tushyaptilar. tushyaptilar. Haqiqiy talantli raqqosalar ham Ha, ha. Ip yecholmay qoladi onlarda. yashang. Ana, Qani, haqiqiy san'at ha kechki chiroyli fursatlarda, sahnalarda bilinadi. Bizga Nigoraxon ham juda bir iqtidorli. Hazillashdim yuqorida shifokor deb, balki yaxshi shirin suxanligi uchun men buni shifokor degandim. Juda ham yaxshi. Teleboshlovchi, ha, shunaqami? Yashang. jurnalistika Shifokor emasman, universitetida, ustoz ha. sizni aldadilar. Ha. Endi ozgina yaxshilik uchun yolg'on gapir. Balki shifokor bo'lib ketar dedim-da. Jurnalistika xalqimizni o'ylab. Aziz do'stlar, qadrdonlar, eng asosiysi Xursand aka, sizni ko'rib juda xursand bo'ldik. Bor bo'ling. Mana shunaqa hammaga kayfiyat ulashib, yaxshilik ulashib, ibrat bo'lib yoshlarga, mana bizga haqiqatdan ham ibratsiz, namunasiz. Sizni bu darajadagi jasoratingiz biz uchun haqiqatdan ham namuna. Xursand Sherovdan chiroyli bir tarona bilan dasturimizni yakuniga yetiramiz. Omon bo'linglar aziz do'stlar. Jahonda men tug'ilgan o'lkadik, hech bir diyor o'lmas, o'lmas. Bu yog'liq bog' gulshan ham, bu yog'liq gulzor o'lmas. Vatan sevmak shiorumdir, bu olamda shior o'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas. Vatan sevmak shiorumdir, bu olamda shior o'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas. Zilolu suv tamini totmam, sira bolu shakarlardan. Vatan yodi yurur qalbimda, bo'lsam uzoq safarlarda. Jamoliga to'yolmasman, kezib qishloq shaharlardan. Qizilgul bargida bulbul kabi sayray saharlardan. Yana shoir qilur takror, vatandan yaxshi yor o'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas.
aziz tuprog'ni bog' etkil yarashga iftixor etsang ki ortiq iftixor olmas vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor olmas jahonda men tug'ilgan o'lkadek hech bir diyor olmas vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor olmas vatanni sevmagan inson